Atvot ishlatmaganimizga e'tibor bersangiz, faqat po'latvot. Mana degan 2 tonnalik bak. Alohida seriyalardan keyin ishni boshladik. Birinchi etajdan boshlaymiz. Parvonlar emas. 5 oy ishlarimiz, qaraga, sovuqlarga ishlarimiz dam oldik. Sayaklar 9-etajgacha hovlini kanalizatsiya, aynalasi kanalizatsiyaga chiqarib berganmiz. Eng mazza qilgan joyim oldinda. Hozir mana bu joyda ko'rasiz, baho berasizlar. Assalomu alaykum. Mana 5 oy deganda tugatgan obyektimiz. Bu yerga qilingan ishlarimiz hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. Videoni kuzatishda davom eting. Hovliga qilgan ishimiz yuzlik turba bilan olib kelganmiz. Bu yerda kran qo'yganmiz. Sharoy metallический. Yuzlik bilan borib o'rtagacha, keyin 50 bilan har bitta podezimizga suvni kirgizganmiz. Kanalizatsiyalarini olib chiqib berganmiz. Bu magistralni boshqa tashlagan, faqat biz kanalizatsiyasini olib chiqamiz. Suvni kelibdi, 50 diametrli turba bilan HVS. Mana bu yerga bakimizni joylashtirib berganmiz. Polni yig'ib kelganmiz, mana 50 turba bilan 32 bilan chiqib ketgan stayaklarimizga 50 bilan yig'ib kelganmiz. Suvimizni shunaqa sistema qilib yig'ib berganmiz. Buni vazifalarini o'tgan videolarda tushuntirib o'tganman. Vazifasi misol buni kuniga 2 mahal yoki 3 mahal beradi nasos. Qolgan vaqtga mana prima o'tib turadi. Bu bakni qo'yganimiz vazifasi nasos qiynalmasligi uchun. Qolgan ishlarni ham hozir mana ichkarida kanalizatsiya ishlarini qilganmiz. Mana pastdan olib berganmiz. Endi domla egasi shunaqa решение berdi bizga. Shunaqa shunga ruxsat berdi. Pastdan degan mana traynik qo'yib ketganmiz. Zasarani bo'lganda tozalash uchun. Endi ularni baland qilib nima qilib qo'yganmiz. Shunaqa chiqdi mana. Bu yerdan kuxniyaga chiqarib ketdik tozalash uchun. Atvot ishlatmaganimizga e'tibor bersangiz, faqat po'latvot bilan. Mana degan po'latvot. Qo'ygan mana bu yerdan ham Lega 3 tami, 3 ta etaj bo'lgani uchun 76 bilan olib chiqqanmiz. Bag'ni 100 qilib po'latvotlar bilan degan kuxniya bo'lsa, misol kuxniya qilmoqchi bo'lsa, traynik chiqarib ketganmiz. Bunga qarab kirib kelibdi. Degan mana po'latvotlar bilan chiqaramiz. Chiqib ketyapti. Mana suvimiz ham tochka berib ketganmiz. Bu yerga kran qo'ymaganimiz sababi domni egasi kran olib bermagan. Shunga shunaqa bo'ldi. Ekonom deydi-ku. Mana podez suvlarimizni ham mana o'rnimizda shunaqa degan tochka degan mana kuxniya uchun alohida podvalli kanalizatsiyasi uchun alohida tashlab berganmiz yonidan. Bu tepadan kelganga ulamaganmiz. Devorlar arasiga qoldirganman o'zimni g'oyam. Keyin nariyoqqa olib ketish oson bo'lishi uchun. Chunki bu tarafdan kelibdi-da yuzdik. Devor ichi bilan olib borib, qayga olib borsa olib boradi. Shuna baland qilib qo'ydi, endi bilmasam. Shunaqa reshina. Videomiz uzun video bo'ladi. Qisqa videolar qildim. Bu suvimiz. Suv palon mana bu yergacha 50 lik kelgan. 32 bu bo'linyapti. Mana bu 3 ta etajimiz qo'shilgani uchun bitta qilib olib chiqdik. Bu yerga ham kuxniya uchun chiqardik. Nima deydi? Traynik qo'yib ketdik. Avariyli holatlarda tozalash uchun. Mana bu ham tochga chiqib ketganmiz. Alohida olib kirib berganmiz. Shuna baland qilib qo'ydik. Polni ko'tarsa kerak edi egasi. Kvartiraning egasi. Shunaqa. Hozir keyingi podezga chiqamiz. 5 ta podez kanalizatsiyaga borib berganmiz.
Muzassalar. İkinci palezimiz. Şurası. Degan suvini mana bak. Alohida steyerlardan kelgan kirillari degan. Shu holatda bak haqida to'liq ma'lumotni oldingi shorts videolardan olishingiz mumkin. Ko'p to'xtalib o'tirmayman, ko'rsatib ketaman. Olib kirganimizda endi sal razmeri noto'g'ri olingan, upravligimiz noto'g'ri teshib ketgan. Balki o'zimiz noto'g'ri razmer aytganmiz. Chiqib shunaqa. Bundan past lekin mana bundan kirganmiz. Alohida bergan mana. Alohida olib kirib berganmiz. Buni sistemadan olib kelib, bundan olib kirganmiz. Buni bergan 150 bilan olib chiqqanmiz. Yotganini 150 qilganmiz. Tikkalari 100 lik. Alohida hammomi uchun olib kirib berganmiz. Shunaqa. Keyingisi ikkinchi paletimizda 3 palet. Ham suvimiz kirgan 50 bo'lib. To'liq ma'lumotni oldingi videolardan, short videolardan olishlaringiz mumkin. Sizlarcha ko'rsatib ketaman. Qanaqa savollar tug'ilsa, kommentariyada yozsalaringiz, men javob beraman inshaalloh. Imkon qadar 50 lik, diametri 50. 32 bo'lib kirib ketyapti. 32 bo'lib kirib ketyapti. Mana. Endi video sifatiga e'tibor bermaysizlar, men professional videograf emasman va telefonimning ham kamerasi 05 bilan olaman bas. Bittadan tochka berganmiz. Keyin mana bu mana biga polni ko'tarib yubordi, e'tibor bersangiz. 150 lik kirgan, 100 lik ham kirgan yana alohida. Qo'lotlar bilan qoldi. Atvod ishlatmaganmiz. Atvod ishlatmaganmiz. Mana bu yerdan bitta ko'hnimiz istagiga tushgan. Bu ham to'g'ri chiqib ketgan. 100 lik bo'lib. 100 tushib 100 chiqib ketgan. Qolganlar 150. Bu ham 9 etaj ko'hnisi chiqib ketgan. Nari yoqqa qarab. Buni ham ko'targanmiz, sababi kanalizatsiya. Kanalizatsiyamiz undan kelgan, ko'hnaga bir toshga chiqarib ketganmiz. Shunaqa. Hozir birinchi etaj chiqib ko'rsam, birinchi etaj qanday montaj bo'lganini va kimlargadir manfaatli bo'ladi. Endi professional santexniklarganmiz. Kimlargadir, misol uchun men o'zim yangi shogird bo'lgan vaqtimga ko'p videolar ko'rib o'rganganman. Mana bu yerda ko'rsatib beradigan bo'lsam, suv ham mana suvimiz ham mana ishni boshlaysiz. Birinchi etajdan boshlaysiz, podvaldan emas. Birinchi mana yarim metrlik tagiga tiqib, trayniy bo'lsa trayniyni qo'yasiz. Keyin 3 metrlikni qo'yib ketaverasiz. Shu joyga qo'shimcha ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsam, birinchi etajda o'zi mana 50 santimetrlik qo'ydingiz, trayniyni qo'ydingiz, ustiga 3 metrlikni qo'ydingiz va ikkinchi etajga chiqib 30 santimetrlikni plitani ustigacha razmer o'lchab kesib, keyin shu tempda ketaveradi. Siz suv ham xuddi shunday, pastdan tepaga qarab ketaverasiz. Bu yerga qo'yib qo'yganmiz. Hozir keyingisini ham ko'rsataman. Birinchi etajdan boshlaysiz. Mana. Nariyoqqa ham bitta, bu yoqqa ham bitta. Kristalina qo'yganmiz. Tepaga qarab ketaverasiz. Ko'hnaga alohida bergan mana. Misol proyekti maksimalni yaxshi. Menga unchalik yoqmadi. Imidman kanalizatsiyalar chiqishi ko'p joy yo'qib ketyapti-da. Shunaqa. Keyin palesni ham ko'rsataman. Hammasini tushunib ko'rsatib ketaman. Bitta to'g'ri video bo'ladi-da. 4-palezimiz. Burchak palez. Podvalga tushadigan bo'lsak, ikkita stayagimiz 50 bilan kelgan, bu yerga qarab.
bitta steyagimiz bag'dan kelgan. Ichgandan ham kursdan. Shu bag haqida to'liq ma'lumotni oldingi shorts videolardan olasizlar. Bir qator ko'rsatib ketaman. Yo'lni tekshirganimizda menga bitta toshga berib, kanalizatsiya alohida polni ko'targan biri. Mana bu ham shunaqa qilgan. Proyekt bo'yicha biz maksimalni berdik. Bitishkasi ham mana bunaqadan bo'lgan. Temir tunikadan-da. Bitishkanimizda qilmaganmiz. Suvni toshga berganmiz. Eng mazza qilgan joyim oldinda. Hozir mana bu joyda ko'rasizlar, baho berasizlar. O'zimga ham eng mazza qilgan joyim ishimni. Qo'pol bo'lsa ham kayf qilgan joyim deydik. Mana qarang, bega kanalizatsiyaga 150 bilan olib kelamiz. Chiqibdi. Buni 100 lik qilsak ham bo'lardi menimcha. To'g'ri? Nima deysizlar? Yo 150 bo'lish kerak. Hech kim ortiqcha rasot qilganmiz. Fikrlansa o'z kommentariyada yozib qoldirishlaringiz. 9 etajga kelyapti. Bag'dan mana e'tibor beringizlar. Osganimizni qotirganmiz. Hamid bilan o'ynamasligini vazifasini bajaradi. Yonga o'ynamasligini vazifasini bajaradi va hamma kanalizatsiyalarga biz o'zini cho'pigini ishlatmadik. Hamidni железный shunaqa cho'pigi bor ekan, o'shandan ishlatdik. Mana e'tibor beringizlar, qo'yganmiz. Kranlarni qo'yganmiz. Eng mazza joyi mana bu taraf. Mana 150 kelyapti. Turib ragatga bo'lib neyse mana hammasi osma qilganmiz. Osmalar ancha bizani qiynadi. Polatvat qilganmiz. Oltita polatvat va e'tibor bersalaringiz mana degan boyagi ishimizni qilganmiz. Hamid bilan yonga o'ynamasligini vazifasini bajaradi. Mana har bir joyiga mana degan berganmiz. Mana shu narsani qilish kerak ekan. Zo'r. Yonga ham o'ynamaydi. Nariyoqqa mana belidan ham berganmiz. O'zi shu tarafdan ham bersak bo'lardi, lekin osilishi mumkin deb tepadan qildik. Mana bunisi. Alohida past uchun ham alohida tashlab ketganmiz. Mana bega ragatga. Mana. Suvimizni ham osganmiz. Bir xil lazerga tashlab suv olmadi. Suvga e'tibor beringlar. Mehr bergansiz. Suvni ham даже yonga o'ynamasdan qo'ydik. Bu 150 qilganmiz, mana buni 150. Sababi mana bu yerimizda hozir mana diafragmani bog'man. Bitta steyk bor mana bega, keyin mana bu ham bor mana. Bu kuxnimiz metriga 2 sm uklon berganmiz. Nima deb o'ylaysiz? To'g'rimi shu ishimiz? Xalatlarni ham zichroq urganmiz. Silishga rasot qo'yganmiz. Keyin mana bega sari Mansurga mana 3 ta polatvat bilan resheni qildik. Nima deb o'ylaysizlar? Muammo bo'lmaydi ertaga. Mana mana bu ham qolindi. Belida osganmiz.
ikkita 150 bo'lib chiqib ketgan. Keyin bitta narsaga e'tibor berilib, uncha straytilla sifatli narsa ishlatilmaydi. Bu yerga sifatli narsa ishlatilgan faqat. Rossiyskiy kanalizatsiyalar turbalarimiz Aterflow. Aterflowning sifatini bilasizlar, unchalik tufta narsa emas. Yana shu ko'rgan joylaringizdan nima tushunarsiz bo'lsa, qanaqa tushunarsiz joylar bo'lsa, kommentariyada yozsalaringiz javob beraman inshaalloh. Past uchun alohida yuzlik. Bu 76lik 3 tami 4 ta etajdiki. Shunaqa qilganmiz. Mana tepasi ham mutlaqda. Chiroq berganmiz, sal mo'rt bo'ldi-da, plitaga ushlatishimiz qiyinroq bo'ldi, shuning uchun chiroq berdik. Keyin e'tibor bersangiz, o'sha bu taraf magazin bo'ladi. Hozir men 5-podezga o'tdim o'sha mana. 5-podezimizda baki mana 2,5 tonnalik. Bu yerda kvartira ko'proqligi uchun 2,5 tonnalik qo'ydik. Shu holatda chiqdi. Besh oy ishlamamiz, qaraga, sovuqlarga ishlamadik, dam oldik. Bu yerda 1,5 oylar dam olganmiz. Shu 3,5 oylar ishlaganmiz. Qonun istaklari 9-etajgacha hovlini kanalizatsiyalar, aynalasi kanalizatsiyaga chiqarib berganmiz. Tashqarini magistral suvini olib kirib berganmiz. Keyin shu baklarini qilib berganmiz. Mana bu yerga ham bitta birinchi etajni ko'rsatadigan bo'lsam, kvartira mana qorong'i ekanda 90 gradus kristalini qo'yganmiz. Suvlarni shunday qilib solib berganmiz. Shunaqa ko'rinishi. Ustozim mana shu bola boschiligida suv ishlari olib borilmoqda, ish tugatdik-da. Kuxni. Jamoamiz bilan 4 kishi, 5 kishi, ko'pi 5 kishi ishladik. Kami 1 kishi, 2 kishi ishladik. Salomat bo'ling.